Venesuelaliklar O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida qanday fikrda ekanligi menimcha ko'pchilik uchun qiziq. Ayniqsa kecha bo'lib o'tgan o'yindan keyin do'stlar mana shu mavzu haqida qisqacha video tayyorladim. O'zbekistonga qarshi bo'lib o'tgan o'yin Osvaldo Vizcarrondo uchun birinchi haqiqiy sinovli o'yin bo'ldi. Sababi oddiy, biz anchagina dovyurak va yaxshi shakllangan O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'ynadik. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqqandi. Sezilyapti, O'zbekiston hozirgi darajasigacha yetib kelgandi. Sezilyapti va bu jamoada Husanov darajasidagi nomlar bor. U ajoyib himoyachi, yuqori darajada o'yin ko'rsatdi va menimcha Fabio Cannavaro bu jamoa bilan yaxshi ishlayapti. Sabab bu jamoa mundialda jiddiy kurashishga tayyorligi ko'rinib turibdi. Va to'g'risini aytishim kerak, bizning terma jamoa Venesuela bu o'yinda qiynaldi. Ayniqsa birinchi daqiqalarda o'ylashimcha keyinchalik o'yin asta-sekinlik bilan tenglasha boshladi. Men to'g'risi O'zbekiston yarim himoyada pressing ko'rsatishini kutgandim. Lekin o'zbeklar birinchi taym davomida har bir to'p uchun ishonib bo'lmas darajada pressing qilishini to'g'risi men kutmagandim. Bu jismoniy tomonlama ishonib bo'lmas natija. To'g'risi O'zbekiston terma jamoasi meni hayron qoldirdi. Va bu menimcha Venesuela terma jamoasi futbolchilari uchun ham surpriz bo'ldi. Bunday o'yin maydonda Osvaldo Vizcarrondo istayotgan futbolni ko'rsatmoqchi bo'lgan futbolchilar uchun ham birinchi haqiqiy test bo'ldi. Trinidad Tobagoga qarshi o'yindan keyin aytgandim. Osiodan yaxshi o'yin, Andro Araujodan yaxshi o'yin, lekin Trinidad Tobago ko'rsatgan o'yin bilan bu raqibning o'yinini taqqoslab bo'lmaydi. Bu jamoa hujum tashkil etishda umuman boshqacha o'ynadi. Trinidad Tobagodan pressing ko'rmagan bo'lsak, O'zbekiston birinchi daqiqadanoq pressing o'tdi va bizning terma jamoamizni qiynab qo'ydi. Va to'g'risi bu o'yinda ko'rsatgan o'yinimiz va raqibimiz menga juda ham yoqdi. Va bunday darajadagi o'yinlar bizga anchagina yordam beradi. Qaysi ma'nodaki play-off o'yinlarida ishtirok etayotganingda yoki qaysidir o'yinda reaksiya ko'rsatishing kerak bo'lsa, bunday o'yinlar seni mana shu darajaga tayyorlay oladi. Aynan shu sababli bizning federatsiya O'zbekistonga qarshi mana shunday o'yin tashkil qilgani juda yaxshi bo'ldi. O'zbekiston mundialda ishtirok etadi, to'g'rimi? Ha, mundial qachon boshlanadi? Iyun oyida, oz qoldi. Demak, O'zbekiston ancha shakllanib bo'lgan va tayyor bo'lgan terma jamoa. Venesuela esa endigina qurilish, shakllanish jarayonida bosib o'tayotgan terma jamoa. Va shunga qaramasdan yutqizmagani men uchun bu yaxshi natija. Shunaqa gaplar do'stlar, O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida mana shunday muhokamalar ketyapti va bu biz uchun juda ham yoqimli. Ayniqsa mundial oldidan ko'pchilik bizni FIFA Series doirasida ham kuzatgan bo'lishi aniq.